Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bugungi videorolikimiz kimda kim joy qidirib yurgan bo'lsa, kvartiraga, oilali odamlar bo'lsa, bu videom sizlar uchun aynan. Qaranglar, Xonqon Qaq markazidan, ya'ni Yangi O'zbekistondan kvartiramiz joylashgan, 4-qavatda joylashgan bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Giraverish qismimiz, bu yerda sanuzellarimiz joylashgan. Sanuzel bu esa spalnisi bo'ladi, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bu yer zalimiz bo'ladi. Görüşleriniz mümkün. Giyinme. Kvartiramiz 4-qavatta joylashgan. Hurmatli obunachilarimiz. 4-qavatda joylashgan. Bu taraf kuxni qismi bo'ladi. Kuxni. Tayyor bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Bu yeri gaz plitani o'rnatib beraman deb turibdilar. Mo'ykasi görüşleriniz mümkün. Yanında baqcham bor. Qo'shimchasini qaranglar, egalari aytib turibdi. Aylık to'lovini aytib o'taman. Aylık to'lov 1,5 million aytib turibdilar oyna. Hurmatli obunachilarimiz, qo'shimchasini döşepen beraman deb turibdilar. Tayyor, girib pulni yashab ketaverasizlar. Mana Xorazm reklamalar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hurmatli obunachilarimiz, kvartiramiz adresi mana giraverishingizda Baxt to'yxonani tengdan girasiz, Yangi O'zbekistonda joylashgan. 4-qavatda joylashgan, hurmatli obunachilarimiz, shubhadasiz. Batafsil ma'lumotlar uchun nomerlarimizni qoldiraman, bemalol telefon so'zida gaplashib qolamiz. Hurmatli obunachilarimiz, kim shunday reklama xizmatiga kerak bo'lgan bo'lsa, meni Xorazm reklamalar kanalimga bemalol murojaat etaverasizlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling.